Kattaroq rugdagi bratlarga ko'rsatadigan fokuslardan o'rgating deganlar uchun mana sigaret bilan bitta fokus qabul qilib olinglar va o'rganib olsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga buni o'rgataman. Yosh katta kurugda o'tirib qolganinglarda shunaqa fokuslar juda ham asqotadi. Choyxonalarda va boshqa joylarda men buni sizlarga hozir o'rgatib qo'yaman. Bitta sigaret va ikkita qo'limiz kerak bo'ladi. Ya'ni sigaretimizni mana shu ko'rinishda ushlaymiz. Mana. Agar filtri bu tomonda chiqish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rinishda ushlaymiz. Xullas, qo'limizni ko'rsatamiz, hech narsa yo'q va to'sgan paytimizda bu ikkita qo'limiz yordamida olamiz. Bundan ham dahshat fokuslar hali oldinda, chunki 100 ta fokus challenge tugashiga ancha bor. Siz esa obuna bo'lib qo'ying. Biz 45 kun ichida 80 mingta bo'ldik va yana 45 kun ichida 200 mingta bo'lishimiz kerak. Qanaqa tez o'sayotganimizni o'z ko'zlaringiz bilan kuzatib borish uchun hozir obuna bo'ling va keyingi fokuslar nimalar bilan bo'lishini storieslarda kuzatib borsanglar bo'ladi va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirsanglar, shularga qarab fokuslar o'rgataman. Karta, tanga va boshqa narsalar bilan. Biz esa yana ko'rishguncha deb qolamiz. Shoyatbek Mirzayev sizlar bilan bo'ldi va yana ko'rishguncha xayr.